Assalomu alaykum mening aziz muxlislarim. Men sizlarga bugun ajoyib bo'lgan giyoh haqida gapirib bermoqchiman. Bu rastarovsha giyohi nimalarga foyda? Agar jigaringizni yog' bosib ketgan bo'lsa va o'tqopingizda qum toshlar, buyragingizda qum toshlar bo'lsa, bu ansongina toshlarni, qumlarni maydalab beradi va jigardagi yog'larni juda ham tez eritib beradi. Buni aptekadan olsangiz bo'ladi. Buni ichida mana shundaygina paketchalar bo'ladi. Buni qanday tayyorlaymiz desangiz, bir piyola qaynagan suvga birinchi ikkita paketchani solamiz bitta piyolaga. Keyin ustidan qaynagan suvni solib 30 daqiqaga dimlab qo'yamiz va ovqatdan yarim soat oldin ichiladi. Iloji bo'lsa ertalab turib och qoringa ichsa undan ham foydasi zo'r bo'ladi. Keyin yotayotganda. Bu inson organizmi uchun juda ham foydali. Ovqatlarni tez hazm qilib beradi. Jigarlaringizdagi yog'larni eritadi. O'tqopdagi toshlarni, qumlarni eritib tushiradi va ovqatni hazm qilish jarayonini tezlatadi. Sizlarga tavsiya qilib qolaman. Bu aptekada sotiladi, arzongina turadi, lekin effekti zo'r.